Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. 2026 yilda ayrim pensionerlar mol mulk solig'i, yer solig'i yoki ayrim majburiy to'lovlarni umuman to'lamasligi mumkin. Lekin bu hamma pensioner avtomatik ravishda hech narsa to'lamaydi degani emas. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik imtiyoz borligini bilmaydi. Natijada yillar davomida ortiqcha pul to'lab yuradi. Yana bir qismi esa men pensionerman, demak to'lamayman deb o'ylab, keyin jarima yoki qarzdorlikka tushib qoladi. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, hovli yoki kvartira egalariga, kadastr hujjati borlarga va soliq xabarnomasi keladigan oilalarga bevosita tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda, misollar bilan qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash, nimani tekshirish kerakligigacha tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar orasida shunday tushuncha shakllangan. Pensioner bo'lsam, uy solig'i to'lamayman. Yer solig'i menga tegishli emas, mahalla biladi. Soliq idorasi o'zi ko'radi. Amalda esa masala bunday sodda emas. Soliq tizimida imtiyozlar bor, lekin ular aniq shartlarga bog'langan. Masalan, mulk kimning nomida? Pensioner qayerda ro'yxatda turadi? Uy nechta, yer maydoni qancha? Uy yashash uchunmi yoki tadbirkorlik uchun ishlatiladimi? Bu imtiyoz faqat bitta obyektgami yoki bir nechta mulkkami qo'llanadi? Mana shu savollarning har biri natijaga ta'sir qiladi. Endi nima o'zgarmoqda yoki 2026 yilda nimaga alohida e'tibor berish kerak? Birinchidan, davlat idoralari tobora ko'proq elektron bazalar orqali ishlayapti. Pensiya jamg'armasi, soliq qo'mitasi, kadastr, mahalla, bank va kommunal xizmatlar ma'lumotlari bir-biriga ulanmoqda. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim imtiyozlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, masalan, uy hali ham marhum turmush o'rtog'ingiz nomida turgan bo'lsa, yoki siz pensioner bo'lsangiz ham soliq bazasida bu ma'lumot aks etmagan bo'lsa, imtiyoz qo'llanmay qolishi mumkin. Ikkinchidan, 2026 yilga borib ko'plab hududlarda soliq xabarnomalari elektron shaklda telefon raqamga SMS orqali, shaxsiy kabinet orqali yoki bank ilovalari orqali ko'proq ko'rinadigan bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Avval qog'oz xat kelmasa, odam demak qarzim yo'q deb yurardi. Endi esa qarzdorlik tizimida turadi. Pensiya hisoblanishi mumkin. Keyin pensiya kartasidan, bank hisobidan yoki boshqa tartibda undirish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bilmaganman degan gap ko'p hollarda odamni muammodan qutqarmaydi. Uchinchi muhim jihat, imtiyozdan foydalanish uchun pensionerning o'zi ham faollik ko'rsatishi kerak. Ya'ni davlat o'zi biladi deb kutish xavfli. Men ko'p amaliy holatlarda ko'rganman. Odam 3 yil davomida mol mulk solig'i to'lab kelgan, keyin aslida imtiyozga ega ekanini bilgan. Lekin to'langan pulni qaytarish ham alohida tartib. Ariza tekshiruv muddat talab qiladi. Shuning uchun oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Asosiy qism 1. Nima bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi eng avvalo. Pensionerlar ko'p hollarda mol mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Mol mulk solig'i deganda odatda fuqaroning nomidagi uy, kvartira, dala hovli, yashash uchun mo'ljallangan bino yoki boshqa ko'chmas mulkka hisoblanadigan soliq tushuniladi. Lekin bu yerda eng muhim savol, mulk kimning nomida? Agar pensioner shu uyning egasi bo'lsa, imtiyoz haqida gapirish mumkin. Agar pensioner faqat shu uyda yashasa, lekin uy farzandining nomida bo'lsa, bu pensionerga beriladigan imtiyoz avtomatik ravishda farzandining mulkiga o'tmaydi. Masalan, birinchi holat. 68 yoshli otaxonning nomida 3 xonali kvartira bor. U o'sha kvartirada yashaydi, boshqa uy yo'q, tadbirkorlik qilmaydi, kvartirani ijaraga bermaydi. Bunday vaziyatda u mol mulk solig'i bo'yicha imtiyozdan foydalanishi mumkin bo'lgan to'yfaga kiradi. Lekin u baribir soliq organidagi ma'lumotni tekshirtirishi kerak. Chunki bazada kvartiraning maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi, egasi haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi yoki pensionerlik holati avtomatik tushmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat. 63 yoshli onaxon qizining uyida yashaydi. Pensiya oladi, lekin uy qizining nomida. Soliq xabarnomasi qizining nomiga keladi. Bu yerda onaxon pensioner bo'lgani uchun qizining uyi soliqdan ozod bo'lib qolmaydi. Chunki soliq mulk egasiga bog'liq. Agar mulk egasi pensioner bo'lmasa, oddiy tartibda soliq hisoblanadi. Ko'p oilalar aynan shu joyda adashadi. Uyda onam yashaydi, onam pensioner, nega soliq keldi deb
hayron bo'lishadi. Javob oddiy. Soliq yashovchiga emas, egasiga qaraydi. 3-holat. Pensionerning nomida ikkita uy bor. Biri shahardagi kvartira, ikkinchisi qishloqdagi hovli. Bu yerda hamma mulk birvarakayga soliqdan ozod bo'ladi deb o'ylash xato. Imtiyoz ko'pincha aniq chegaralarda, ayrim hollarda bitta obyektga yoki belgilangan maydon doirasida qo'llanadi. Agar pensionerda bir nechta mulk bo'lsa, soliq organi qaysi obyektga imtiyoz qo'llanayotganini aniqlash kerak. Ba'zan odam o'zi uchun eng foydali obyektni tanlashi ham muhim bo'ladi. Masalan, shaharda kvartira uchun soliq bitta 3 ming so'm. Qishloqdagi katta hovli uchun 600 ming so'm chiqsa, imtiyoz qaysi biriga qo'llanishi oilaning xarajatiga katta ta'sir qiladi. 4-holat. Pensioner uyining bir qismini do'kon, tikuvchilik ustaxonasi, ijara xonasi yoki boshqa daromad keltiradigan joy sifatida ishlatsa. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Yashash uchun mo'ljallangan uyga beriladigan imtiyoz tadbirkorlik faoliyati uchun ishlatilayotgan qismga to'liq tatbiq etilmasligi mumkin. Masalan, hovlining old qismida do'kon ochilgan, alohida kirish yo'li bor. Kadastrda noturar joy sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, men pensionerman deb bu qism uchun soliqdan butunlay qutulib bo'lmaydi. Chunki soliq tizimi mulkning foydalanish maqsadiga ham qaraydi. 5-holat. Pensioner uyini ijaraga bergan. Masalan, onaxon Toshkentdagi kvartirasini talabalarga ijaraga berib, o'zi viloyatda o'g'linikida yashaydi. Bu holatda mol-mulk solig'i imtiyozi bir masala. Ijara daromadidan soliq masalasi esa boshqa masala. Agar ijara rasmiylashtirilsa, daromad bo'yicha alohida majburiyatlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shu ikki narsani aralashtiradi. Mulk solig'i bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin ijara daromadi bo'yicha majburiyat alohida baholanadi. Endi yer solig'iga o'tamiz. Hovli tomorqa yer uchastkasi bor pensionerlar uchun bu juda muhim. Yer solig'i ham hamma pensionerga bir xil tartibda nol bo'lib qolmaydi. Yer kimning nomida, yer maydoni qancha, yer qanday maqsadda ajratilgan, undan qanday foydalanilmoqda, shular tekshiriladi. Agar pensionerning nomida yashash uyi bilan bog'liq yer uchastkasi bo'lsa, ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin katta yer maydoni, dehqon xo'jaligi, tijorat maqsadidagi yer, bo'sh turgan yoki hujjati noto'g'ri rasmiylashtirilgan yer bo'lsa, masala murakkablashadi. Masalan, 70 yoshli otaxonning 6 sotix hovlisi bor. Uy ham, yer ham o'z nomida. U yerda o'zi yashaydi. Bunday vaziyatda yer solig'i bo'yicha imtiyoz yoki yengillikni tekshirish kerak. Ammo boshqa misol, pensioner nomida 25 sotix yer bor. Uning bir qismida issiqxona qurilgan. Mahsulot sotiladi. Bu holatda oddiy turar joy tomorqasi bilan daromad keltiruvchi faoliyat aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Soliq organi buni alohida ko'rib chiqadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, nomida bir nechta uy yoki yer bo'lgan pensionerlar. Ikkinchidan, uy hujjati eski bo'lganlar, kadastr qilmaganlar, meros rasmiylashtirilmaganlar. Uchinchidan, farzandlari chet elda, uy ota-onaning nomida, lekin foydalanish boshqacha bo'lgan oilalar. To'rtinchidan, avval soliq kelmagan, lekin birdan katta qarzdorlik chiqqan pensionerlar. Beshinchidan, SMS yoki bank ilovasida soliq qarzi ko'ringan, lekin sababini tushunmaganlar. Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar pensionerning nomida faqat bitta yashash uyi bo'lsa, hujjatlar to'liq bo'lsa, uy tadbirkorlik uchun ishlatilmasa, kadastr ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, pensiya hujjatlari bazada aks etgan bo'lsa, unda odatda masala ancha sodda bo'ladi. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta soliq holatini tekshirishni maslahat beraman. Chunki xatolik inson tomonidan ham, tizim tomonidan ham bo'lishi mumkin. Birinchi nozik nuqta, imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Ko'p odam pensionerlik guvohnomam bor, demak soliq hisoblanmasligi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa soliq organi bazasida sizning pensioner ekaningiz, mulk sizning nomingizda ekanligi va imtiyoz qo'llashga to'sqinlik qiladigan holatlar yo'qligi ko'rinishi kerak. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, soliq chiqaveradi. Ikkinchi nozik nuqta, mulk ulushli bo'lsa, masalan, uyda kishiga tegishli, ona 2 farzand va turmush o'rtog'i. Ona pensioner, farzandlar pensioner emas. Bunday holatda imtiyoz faqat pensionerning ulushiga qo'llanishi mumkin. Qolgan ulushlar bo'yicha soliq hisoblanishi ehtimoli bor. Oilalar buni ko'pincha tushunmaydi. Uyda bitta pensioner bor-ku deyishadi, lekin soliq huquqida ulush muhim. Uchinchi nozik nuqta, meros rasmiylashtirilmagan mulk. Masalan, otaxon vafot etgan, uy hali ham uning nomida turibdi. Onaxon shu uyda yashaydi va pensiya oladi.
onaxon men pensionerman, uyda yashayapman dedi. Lekin kadastrda mulk egasi vafot etgan odam bo'lib tursa, imtiyoz to'g'ri qo'llanmay qolishi mumkin. Bunday vaziyatda birinchi navbatda meros masalasini notarius orqali hal qilish, keyin kadastrni yangilash, shundan keyin soliq imtiyozini tekshirish kerak. 4-nozik nuqta propiska yoki ro'yxatda turish masalasi. Ayrim holatlarda fuqaroning qayerda ro'yxatda turgani, qayerda doimiy yashashi muhim bo'lishi mumkin. Agar pensioner bir hududda ro'yxatda turib, boshqa hududdagi mulkiga imtiyoz so'rasa, soliq organi qo'shimcha ma'lumot talab qilib ketishi mumkin. Shuning uchun meniki degan mulk bilan men yashaydigan joy bir-biridan farq qilganda hujjatlar aniq bo'lishi kerak. 5-nozik nuqta. Qarzdorlik oldingi yillardan qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, 2026 yilda siz imtiyozga ega bo'ldingiz, lekin 2024 yoki 2025 yildan soliq qarzi qolgan. Imtiyoz kelajakdagi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin eski qarz avtomatik o'chib ketadi deb o'ylash xato. Eski qarz bo'yicha alohida aniqlik kiritish kerak. U haqiqatan ham to'g'ri hisoblanganmi? Imtiyoz o'sha yillarga ham tatbiq etilishi kerakmidi? Ortiqcha to'lov bormi? Muddatlar qanday? 6-nozik nuqta ortiqcha to'langan pul. Agar pensioner bir necha yil davomida imtiyoz bo'lsa ham soliq to'lab kelgan bo'lsa, bu pulni qaytarish yoki keyingi to'lovlarga hisoblatish imkoniyatini tekshirish mumkin. Lekin buning uchun men eshitdim degan gap yetmaydi. Ariza, to'lov kvitansiyalari, soliq hisob kitobi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjati, kadastr hujjati kerak bo'ladi. Soliq organi tekshiradi. Haqiqatdan ortiqcha to'lov bo'lsa, belgilangan tartibda qaytarish yoki hisobga olish masalasi ko'riladi. 7-nozik nuqta. Kommunal to'lovlar bilan soliqni aralashtirmang. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, lift, uy-joy shirkat to'lov, boshqa tizimlar. Pensionerga mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz bo'lishi. Lekin elektr yoki gazni umuman to'lamaydi degani emas. Ayrim hududlarda yoki ayrim toifadagi fuqarolar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki yengillik bo'lishi mumkin. Lekin bular alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun har bir to'lovni alohida tekshirish kerak. 8-nozik nuqta. Pensioner deganda ham toifalar farq qiladi. Yoshga doir pensioner, nogironligi bo'yicha pensiya oluvchi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan pensioner, bularning huquqiy holati har doim bir xil bo'lavermaydi. Ba'zi imtiyozlar faqat muayyan toifaga beriladi. Shuning uchun o'zingizni aniq toifa bo'yicha tekshirtiring. 9-nozik nuqta. Soliq stavkalari va imtiyozlar har yili yangilanishi mumkin. 2026 yil uchun aniq miqdorlar. Stavkalar, maydon chegaralari va imtiyoz tartibi rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Men har doim tomoshabinlarga shuni aytaman. Internetdagi gapga emas, rasmiy manbaga qarang. Soliq qo'mitasi, MySoliq.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla yoki soliq inspeksiyasidan yozma ma'lumot oling. Og'zaki gap ertaga isbot bo'lmaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam aytaman. Birinchi qadam, mulklaringiz ro'yxatini aniqlang. Nomimda nima bor deb o'zingizga savol bering. Kvartira bormi, hovli bormi, dala hovli bormi, garaj bormi, yer uchastkasi bormi? Ulushli mulk bormi? Ba'zan odam o'zi unutib yuborgan ulush ham bo'ladi. Masalan, ota-onadan qolgan uyda bitta 4 ulush yoki eski garaj yoki qishloqda rasmiylashtirilgan yer. Bularning hammasi soliq bazasida ko'rinishi mumkin. Ikkinchi qadam, kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi. Davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ism, familiya xatosi, pasport seriyasi eski bo'lishi, maydon noto'g'ri ko'rsatilishi, mulk egasi yangilanmagani keyinchalik soliqda muammo tug'diradi. Uchinchi qadam, pensionerlik maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, pasport yoki ID karta, JSHSH yer yashash manzili ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'yicha imtiyozga da'vo qilsangiz, TMK yoki tegishli organ hujjatlari ham talab qilinishi mumkin. 4-qadam, soliq qarzdorligini tekshiring. Buni bir necha yo'l bilan qilish mumkin. MySoliq, uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali, soliq mobil ilovasi orqali, yagona portal orqali, bank ilovalarida soliq bo'limi orqali yoki tuman soliq inspeksiyasiga borib,
Agar internetdan foydalanmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yordam so'rang. Lekin ma'lumotlarni tekshirayotganda shaxsiy kod va parollarni begonalarga bermang. 5-qadam. Agar soliq hisoblangan bo'lsa, darhol to'lab yuborishga shoshilmang. Avval sababini biling. Soliq qaysi obyektga hisoblangan? Qaysi yil uchun? Mol-mulk solig'imi yoki yer solig'imi? Qarzmi yoki joriy hisob-kitobmi? Imtiyoz qo'llanganmi yoki yo'qmi? Ba'zan 500 ming so'm ko'rinadi. Odam qo'rqib to'laydi. Keyin aslida imtiyoz qo'llanmaganini biladi. Albatta, muddatni o'tkazib yuborish ham yaxshi emas, lekin avval aniqlik kiritish kerak. 6-qadam. Imtiyoz qo'llash uchun ariza bering. Arizada aniq yozing. Men yoshga doir pensionerman. Mening nomimdagi falon manzildagi turar joy bo'yicha amaldagi qonunchilikka muvofiq soliq imtiyozini qo'llashingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, kadastr hujjati. Agar bir nechta mulkingiz bo'lsa, qaysi obyektga imtiyoz qo'llashni so'rayotganingizni ham ko'rsatish foydali. Arizani soliq inspeksiyasiga topshiring yoki elektron shaklda yuboring. Eng muhimi, ariza topshirilganini tasdiqlovchi raqam yoki qayd belgisini saqlang. 7-qadam. Agar eski yillarda ortiqcha to'lov bo'lsa, qayta hisob-kitob so'rang. Menga 2023, 2024, 2025 yillar uchun mol-mulk solig'i hisoblangan. Men o'sha davrda pensioner bo'lganman. Imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lmaganini tekshirib, ortiqcha to'lov mavjud bo'lsa, qaytarish yoki keyingi davrga hisoblashni so'rayman deb yozish mumkin. Bunday arizaga to'lov kvitansiyalarni ilova qiling. Agar kvitansiya yo'q bo'lsa, bankdan to'lov tarixini olish mumkin. 8-qadam. Meros va mulk egasi masalasini kechiktirmang. Agar uy marhum odam nomida tursa yoki hujjatda eski familiya bo'lsa yoki ajrimdan keyin mulk bo'linmagan bo'lsa, soliq imtiyozini to'g'ri qo'llash qiyinlashadi. Notarius, kadastr va soliq idorasi bilan ketma-ket ishlash kerak. Avval mulk huquqini tartibga keltiring, keyin imtiyoz masalasini hal qiling. 9-qadam. Hamma javobni yozma oling. Soliq xodimi og'zaki siz to'lamaysiz desa ham, tizimda qarz turaversa, keyin muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy kabinetdan ma'lumotnoma oling. Arizangizga javobni saqlang. Qarzdorlik yo'qligi haqida elektron ma'lumotni yuklab qo'ying. Bu kelajakda sizni asraydi. 10-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'plab pensionerlar elektron tizimlardan foydalana olmaydi. SSMS'ni tushunmaydi. Bank ilovasiga kirmaydi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining soliq, kommunal va bank xabarlarini tekshirib bersa, katta muammolarning oldi olinadi. Lekin bu yordam mas'uliyat bilan bo'lishi kerak. Ota-onaning nomiga kredit. Shartnoma yoki boshqa majburiyatlarni ularning roziligisiz rasmiylashtirish mutlaqo noto'g'ri. Xulosa qilib aytsam, 2026 yilda pensionerlar ayrim hollarda mol-mulk solig'i, yer solig'i yoki ayrim to'lovlar bo'yicha to'lamaslik imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyat avtomatik, cheksiz va hamma uchun bir xil emas. Eng muhim shartlar: mulk kimning nomida, hujjatlar to'g'rimi, pensionerlik maqomi bazada bormi, mulk yashash uchun ishlatilyaptimi, bir nechta obyekt yo'qmi, eski qarzdorlik bor yo'qmi. Mening tavsiyam oddiy. 2026 yilni kutib o'tirmang. Hozirdan hujjatlaringizni tekshiring, soliq qarzingizni ko'ring. Imtiyozga haqli bo'lsangiz ariza bering. Javobni yozma oling. Shunda ortiqcha pul to'lamaysiz, jarimaga tushmaysiz va huquqingizdan to'g'ri foydalanasiz. Agar sizga ham soliq xabarnomasi kelgan bo'lsa yoki pensioner bo'lsangiz ham to'lov chiqqan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qanday to'lov kelgan, mulk o'zingizning nomingizdami? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki birgina to'g'ri tekshiruv odamni ortiqcha xarajat va katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.